Mana shu inson ozgina daqiqada bir yigit avtobusni tagiga kirib ketib qoldi. Qishda sirpanchida. Ustidan avtobus yurib ketdi. Hech nima bo'lmadi. O'zi chaqqon bola edi. Shunday boshini ham qilib, sal oyog'i lat yedi-yu, ustidan avtobus o'tib ketdi. Avtobus nimasidan tagidan salomat chiqdi. Haraka deydi, shu bir daqiqa shu ustimdan avtobus o'tganni o'zida hayotim kinoda ko'zimning oldidan o'tdi deydi. Qilgan ishlarim deydi. Yaxshi yomoni birpasda o'tadi odamning ko'zidan o'tar ekan deydi. Endi hali yotqizdirib qo'yganda-chi, omonatni olmayapti Alloh. Bu yerdan a'zolar ishdan chiqib boryapti, dard kelyapti. Yaratgan Alloh, mana uni qamatuvding ustidan yozib. Mana uni ezuvding. Mana uni diliga ozor beruvding, mana uni ig'vosini qiluvding. Mana uni aldagan eding. Mana bu hayotingni endi bir qara endi. Qilmishlar ana bu ham bitta azob bo'ladi. Alloh butun o'sha jon berar holatida shu qilmishlarini ko'zini oldiga keltiradi.